Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumani. Bugun bu tumanni xorijliklar ham yaxshi bilishadi. Bu ko'kdalalik dehqonlarning sharofatidan. Har yili ertachi tarvuz yetishtirib, bozorga chiqarayotgan usta dehqonlar hudud nomini mashhur qilishdi. Inson organizmi qishning chillasidan sillasi qurib, ko'klikka ehtiyoj sezib chiqqanida ular shirali tarvuzni el dasturxoniga yetkazib berishadi. Yana bir muhim jihati, bu poliz mahsuloti lalmi yerlarda yetishtiriladi. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Mehnat, ilm, izlanish, urug' tanlash, yetishtirish, suv chiqarish, xullas tashvishi ko'p. Ammo izlagan imkon topadi deyishganlaridek, dehqonchilikning o'ziga xos usullarini o'ylab topishadi. Artezan quduqlar qazilib, lalmi yerlarga suv chiqarildi. Yillar davomida samarasiz yotgan yerlar o'zlashtirilib, tarvuz, qovun ekildi. Suvni hisobot qilish maqsadida tomchilatib sug'orish tizimi yo'lga qo'yildi. Keyin esa tarvuzning erta pishar, kasallikka chidamli bo'lgan dolbi navli urug'ini tanlab, fevral oyida plyonka idishlarga ekib, ko'chat yetishtirishdi. So'ngra nihol issiqxonada duga usulida parvarish qilinadi. Natijada hosil ertachi tayyor bo'ladi. Dastlab tarvuzni yanvar oyi urug'ini stakanga tashlaymiz. Keyin mart oyi dalaga ko'chiramiz. Plyonka qilib yopamiz. Mana endi hosil yig'ishtirish endi boshladik. O'tgan yili 1 gektardan 50 tonna, 55 tonnagacha hosil oldik. Jami 7 gektardan 360 tonna hosil oldik. Hammasini ekspertga jo'natdik. Jami 1 milliard daromad ko'rdik. Avvalambor prezidentimizga shuncha shart-sharoitlar yaratib berayotganiga mingdan-ming rahmat aytib qo'yamiz. Bu yil yana ham ko'proq 400 tonna, 450 tonna hosil kutib turibmiz. Shu kungacha 40 tonna ekspertga Rossiyaga jo'natdik. Kelgusi yil 20 gektargacha chiqarmoqchiman yer maydonimni. Biz yangi yerda bu yil sinash maqsadida tarvuz ekdik. Biz kutgan darajadan ham ortiqroq natijaga erishdik. Mana 20 kilolik, 22 kilolik tarvuzlarimiz bor. Bularni hammasini hech qanday ximiyat dorilarsiz o'zining maxsus organik o'g'itlar bilan yetishtirdik. Organik o'g'itlardan foydalanganimiz uchun eksportchilarimiz juda ko'p. Belorussiyadan, Qozog'istondan tushyapti, Tojikistondan talablar tushyapti. Hammasi kelib mahsulotlarimizni ko'rib, o'shanga talab qilib, shartnoma qilib ketyapti. Mana bugundan Rossiyaga eksport qilishni boshladik. Ta'mi qanaqa? Ta'mini mana so'yib ko'rganda ko'rasiz. Tarvuz pishgandan keyin inson organizmiga foydasi juda katta buni. Haqiqatan ham juda ham mazali ekan. Kelgusi yil yana kattaroq natijaga erishib, yerlarni kengaytiramiz, hosillarni oshiramiz. Eksport hajmi ham shunga qarab oshadi. O'tgan yili ko'kdalaliklar 15 ming gektar yerda ertachi tarvuz yetishtirib, 550 ming tonna hosil olishdi. Shundan 75 ming tonnadan ortiq mahsulot Boltiq bo'yi davlatlari, Rossiya va qo'shni respublikalarga eksport qilindi. Tajriba yildan yilga oshib borishi natijasida zamonaviy samarali usullardan foydalanish yo'lga qo'yildi. Joriy yil yana 5 ming gektar yer o'zlashtirilib, ekin ekish imkoniyati yaratildi. 20 ming gektar lalmi yerlarga tarvuz ekilib, mo'l ko'l hosil yetishtirildi. Ayni kunlarda yig'im-terim qizg'in davom etmoqda. Yana bir e'tiborli jihati tarvuzlarni eksportbop qilib yetishtirishda, sayyor laboratoriyalarda mahsulotlar sifatini tezlikda tekshirib berishda o'simliklar karantini va himoyasi xodimlari dehqonlarga yaqindan ko'mak berishmoqda. Tarvuzni yetishtirib eksportbop mahsulot qilish jarayonida karantin xizmati dehqonga ko'makchi shiori ostida ishlarni olib bordik. Kunlik monitoring ishlari olib borildi. Zarar kunandalarga qarshi biomahsulotlar qo'yib bordik. Tarvuz yetishtirishda dehqonlarga kerakli tavsiyalar va tushunchalarni berib bordik. Kimyoviy preparatlarni me'yordan oshib ketmasligi va ekinimizga ta'siri, stress jarayoni bo'lmasligi uchun doimiy dehqon xo'jaligiga tavsiyalar berib bordik. Bugungi kunda eksportbop o'sha davlat standartlaridan o'tgan me'yoriy talablarga rioya qilgan holatda tarvuzni yetishtirdik. Yana bir e'tiborli jihati joriy yil dehqonlarning eksport qilishlari uchun logistika markazi tashkil qilinib, barcha imkoniyatlar yaratildi. Endi mahsulotni eksport qilish uchun idora yugurib yurishga hojat qolmadi. Ishlari bir joyning o'zida, dalaga yaqin joyda bitadigan bo'ldi. 10 yildan beri tarvuz yetishtiramiz. Artezan quduqlar kavlab, prezidentimiz hamma sharoitlar yaratib beryapti, imtiyozli kreditlar beryapti. Shundan foydalangan holda tarvuzlar yetishtiryapmiz. Dastlab 2 gektardan boshladik, mana hozirgi kunda 8 gektar ekyapmiz. Jami o'tgan yili 4 gektardan 200 tonna
tarvuz olgandik, Rossiyaga eksport qildik. Bu yilgi rejalar undan ham katta xudo xohlasa. Hozir mana birinchi furani bugun mana eksportga jo'natyapmiz. Qolgan qismi ham haftalardan keyin boshlaymiz. To'g'ridan to'g'ri eksport qilyapmiz. Prezidentimizga katta rahmat. Shuncha qulaylik yaratib berib turibdi. Ekish mavsumida asosan Holler kompaniyasining Holler tarvuzlarini ekishlarini amalga oshirdik. Bu talab yuqoriligi, organik toza mahsulot tarkibida o'sha nitratni kamligi bilan ajralib turadi. Organik mahsulotlarga xorijiy davlatlardan ham talab katta, tan narxi ham balandroq narxlarda sotib olinadi eksportyorlar tomonidan. Birinchi yil tajriba tariqasida mana Ko'kdala tumanida ekdik. Biz o'ylagandan ham ko'ra yaxshi hosil oldik. Gektardan 50-60 tonnadan hosil yetishtirdik hozirgi kunda. Yetishtirilayotgan hosilni 40% eksportga chiqarishni maqsad qilganmiz. Bugun dehqonlarning qo'liga tegmaydi. Mo'l hosilni yig'ib olish, saralash, eksportga taxlash, eksportyorlar bilan gaplashish, xullas dam olishga ham imkon yo'q. Eksport jarayonlarini samarali tashkil etish, mahsulotlarning fitosanitar va sanitariya talablariga to'liq javob berishini ta'minlash maqsadida tumanda tarvuz eksporti shtabining tashkil etilishi ham katta qulaylik yaratdi. Mazkur shtab tarkibida o'simliklar karantini va himoyasi xizmati hamda sanitariya epidemiolog osoyishtalik xizmati mutaxassislari kecha-yu kunduz ish olib borishmoqda. Eksport shtabimizda xodimlarimiz 24/7 rejimda o'z xizmat faoliyatini olib borishmoqda. O'tgan yili tumanimizda 40 nafar xodimlarimiz jalb qilingan bo'lsa, bu yilga kelib 80 nafar xodimlarimiz jalb qilindi. Tarvuz mahsulotlarimiz inspektorlarimiz tomonidan fitosanitar holatini nazoratdan o'tkazib, ularda belgilangan tartibda karantin, eksport va ichki fitosanitar sertifikatlari rasmiylashtirib berilib, Rossiya, Qozog'iston, Moldova, Ukraina va boshqa Yevropa va Osiyo davlatlariga eksportini yo'lga qo'yib kelmoqdamiz. 2025-yil 1-iyun holatiga kelib, bor yo'g'i 11 million dollarlik tarvuz mahsuloti eksport qilingan bo'lsa, bu yilga kelib 1-iyun holatiga 21 million dollarlik tarvuz mahsulotlari xorij bozorlarga eksport qilinib, belgilangan tartibda fitosanitar sertifikatlar rasmiylashtirib berildi va bu jarayonlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Shu kecha kunduzda tarvuz mahsulotlarining eksporti jadallik bilan olib borilyapti. Bir kunda inspektorlarimiz tomonidan 150-200 ta avtotransport vositalariga belgilangan tartibda faqat tarvuz mahsuloti uchun 200 ta fitosanitar sertifikat rasmiylashtirib berilyapti. Bu degani 20-22 tonnalik 200 ta avtotransport vositalarimiz chet el davlatlariga eksportga chiqib ketyapti degani. Dehqonlar uchun yana bir katta qulaylik yaratildi. Ko'kdala, Koson, Chiroqchi va boshqa tumanlardagi 679 ta fermer va dehqon xo'jaliklariga qarashli 20 ming gektardan ortiq maydon raqamlashtirildi. Har bir yer uchastkasi uchun maxsus dala ejdi ma'lumotlari shakllantirildi. Bu mahsulotning kelib chiqishi, yetishtirish jarayoni va fitosanitar holatini to'liq nazorat qilish imkonini bermoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, raqamlashtirish tizimi mahsulotning eksportbopligini ta'minlash, xalqaro bozorlarda uning raqobatbardoshligini oshirish hamda tashqi savdo hamkorlari ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'kdala, Koson, Chiroqchi tumanlarida 20 ming gektardan ko'p tarvuz mahsuloti yetishtirilgan va ular bizni tizimimizga raqamlashtirib kiritilgan. Va ularda ID raqamlari orqali barcha xabarnomalar keladi eksportyorlar tomonidan, keyinchalik rasmiylashtirish davom etadi. Hozirgi kunda Ko'kdala tumanida viloyatimiz bo'yicha jami 22,5 million dollardan ortiq tarvuz eksporti yo'lga qo'yildi. Bunda fitosanitariya xizmati, sanitariya xizmatlari 24/7 rejim asosida ishlar davom etmoqda. Ayni vaqtda Qashqadaryo tarvuzlari Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mongoliya, Belarus, Gruziya va Latviya kabi davlatlarga eksport qilinyapti. Geografiyaning kengayib borayotgani mahalliy mahsulot sifatiga bo'lgan ishonch va talabning ortib borayotganidan dalolat beradi. Joriy eksport mavsumi davomida 2467 ta avtotransport vositasi orqali qariyb 60 ming tonnaga yaqin tarvuz xorijiy davlatlarga jo'natildi. Natijada 22 million 450 ming AQSh dollari miqdorida eksport tushumi ta'minlandi. Ayni paytda eksport jarayonlari qizg'in pallaga kirdi. Har kuni o'rtacha 170 ta yuk avtomashinasi orqali 4000 tonnaga yaqin tarvuz tashqi bozorlarga yetkazib berilmoqda. Mahsulotlarning xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida tarvuzlar zarur laboratoriya tahlillaridan o'tkazilyapti. Xususan, nitrat va pestisid qoldiqlarini aniqlash bo'yicha 100 dan ortiq laboratoriya tekshiruvlari amalga oshirildi. Tahlil natijalari asosida eksportyorlarga tegishli xulosa va sertifikatlar taqdim etilmoqda.
Viloyatimizda yetishtirilayotgan eksportbop tarvuz mahsulotlarini fitosanitar holati, tozaligi o'rganib chiqildi. O'rganishlar natijasida tarvuz mahsulotimizda hech qanday zararkunanda hasharotlar aniqlanmadi. Eksportbop mahsulotlarimizni doimiy ravishda fitosanitar holati o'rganib kelinmoqda. Tadbirkorlarimizga qulayliklar yaratish maqsadida mobil sayyor laboratoriyalarimiz bilan joylarda chiqib o'rganishlar olib borib, xulosalar taqdim etib kelmoqdamiz. Tadbirkorlarimiz mahsulotlarini eksportga yo'naltirishdan oldin mahsulotlarga fitosanitar tozaligi to'g'risida laboratoriya xulosasi olishi talab qilingan. Doimiy ravishda fitosanitar holatlari o'rganib kelinmoqda. Bu tarvuz mahsulotlarimiz Ko'kdala tuman davlat inspektorlari tomonidan urug' yerga qadalgandan mahsulot pishib yetilgunga qadar doimiy ravishda monitoring ishlari olib borilgan. Fermer va dehqon xo'jaliklariga mahsulotlarimizni tozaligi bo'yicha tegishli tavsiyalar berib kelinmoqda. Aytish joizki, joriy yilning shu kuniga qadar ushbu tarvuz eksport shtabida fitosanitar nazorat inspektorlari tomonidan 2221 ta ichki va tashqi eksport fitosanitar sertifikati rasmiylashtirildi. Bu ko'rsatkichlar eksport jarayonlarining tizimli va shaffof yo'lga qo'yilganligini bildiradi. Daladan dasturxongacha tamoyili ostida 700 ga yaqin fermer xo'jaliklarimiz tarvuz mahsulotlarini yetishtirgan. Bu mahsulotlarni dala sharoitida ham ko'chma laboratoriyalarimiz bilan borib namunalar olib, ularni iste'molga yaroqligi, yaroqsizligi bo'yicha xulosalarimizni berib borish yo'lga qo'yganmiz. Mavsum boshidan bugungi kungacha beriladigan xulosalarimizni barchasini laboratoriya ko'rigidan o'tkazdik. Ya'ni viloyatimizda akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarimiz tashkil etilgan, ya'ni virusologiya laboratoriyamiz, sanitariya gigiyena laboratoriyamiz, bakteriologiya laboratoriyamiz, radiologiya laboratoriyalarimizda nazoratga olinib, mahsulotlar iste'molga yaroqligi, yaroqsizligi bo'yicha tekshirib, xulosalar rasmiylashtirish yo'lga qo'yildi. Yana bir muhim jihati, bu yerda erta bahordan toki kech kuzgacha tarvuz terib olinib, aholi dasturxoniga yetkazib beriladi. Ertachi, o'rtachi va kechki tarvuzlar birin-ketin pishib, bozorga tayyor bo'la boshlaydi. Bu tarvuzlar qayerga eksportga ketyapti? Rossiya davlatiga, Moskva shahriga eksport bo'lyapti. Biz 4-5 yildan beri eksport bilan shug'ullanamiz. Har yili Ko'kdala tumanidan, Jizzaxdan sifatli tarvuzlarni eksportga chiqaramiz. Yetishtirilgan sifatli tarvuzlardan Rossiya davlatiga eksportga olib ketyapmiz. Ana bugun yo'lga chiqsak 5 kun ichida yetib boramiz. O'zimizni tarvuzni Rossiya davlatiga yetkazib berganimizdan mamnunmiz. Мы представители российской компании. Biz Rossiya kompaniyasi vakillari bu yerga tarvuz mahsulotlarini yurtimizga olib ketish uchun kelganmiz. O'zbekistonda yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlari ta'mi, sifati bilan alohida ajralib turadi. Chunki quyosh nuriga to'yingan tabiiy mahsulot. Mirzachul Agrostar jamiyati bilan shartnoma qildik. Albatta, organik usulda yetishtirilgan ekologik sifatli shirin bu tarvuzlarga bizda talab katta. Birinchi qadamni qo'ydik. O'tgan hafta 22 tonna tarvuzni Moskvaga jo'natdik. Hamyurtlarimizni O'zbekiston tuprog'ida yetishtirilgan shirin shakar tarvuzlardan bahramand etayotganimizdan mamnunmiz. Ayni kunlarda navbatdagi eksportni amalga oshirish uchun tayyorgarlik ko'ryapmiz. Второй позволяет нам, россиянам, входить в торговые сети. Yetishtirilayotgan mahsulotlar sifatini ta'minlash, eksport hajmini kengaytirish va yangi bozorlarni o'zlashtirish bo'yicha viloyatda keng ko'lamda ishlar davom etmoqda. O'tgan yili 15 million dollarlik ertapishar tarvuzlar Rossiya, Moldova va qo'shni davlatlarga eksport qilingan bo'lsa, joriy yilda eksport ko'rsatkichi 30 million dollarga yetkaziladi.